Quvasoyda yangilaydigan joyingiz shumi? Qani endi maqtagan sushilaringiz? Inom aka berib yuboring. Mana aka bu zapechonniy rolimiz, bu qovurilgan tempura. Yeb ko'rib, yoqsa quvasoylarga tavsiya berasizlar aka. Qani bitta yeb ko'ringchi. Zo'ru. Ko'rdingizmi, men sizni yomon joyga olib kirmayman. Bunisi ham mazasi gap yo'q ekan. Sahobadan sushidan tashqari yana nimalari bor? Yorqinoy sushidan tashqari bu yerda gamburger deysizmi, korolevskiy hot-dog deysizmi, qisqasi fast foodlardan 20 xildan ortiq va tandir lavashlari ham bor va eng asosiysi Quvasoyda boshqa joyda uchratishingiz mumkin bo'lmagan tovuq go'shtida qo'ziqorinli pizzalari ham bor. Menyusiga gap yo'q ekan, joyi, atmosferasi ham zo'r. Endi dugonalarim bilan kelib mazza qilib sushi xo'rlik qilar ekanmiz-da. Yorqinoy bu hali hammasi emas. O'zlarini Samurai Sushi Instagram sahifalariga obuna bo'lib, har bitta videolarda o'z uyingizni manzilini yozsangiz, uyingizga bepul gamburger tashlab ketishar ekan. Shunda men kommentga manzilimni yozib bepulga gamburger olsam bo'ladimi? Juda bo'ladi-da. Samurai Sushi'ning manzili Quvasoy shahar 73 svetofordan o'tganingizda 100 metrdan keyin chap qo'lingizga keladi. Shahar ichida stavkasi atiga 5000 so'm. Bu videoni sizga kim sushi olib berish kerak bo'lsa, o'sha insonlar o'ziga jo'natib qo'ying.